Cemiyetga yangidan chiqqan sing'illarim ochanglarning ikki yig'iz gapini anglab qo'yinglar. Birinchidan bek ko'p o'g'illar bilan aymay qilmanglar, ya'ni ish-besh tortishmanglar. Sizlar o'ylaysizlar, meni qo'g'ilishadigan o'g'illar bekchiq, meni bekchiq o'g'illar yaxshi ko'radi. Mening jalb qilish kuchim bek kuchli o'xshaydi deb. Amaliyot ular o'ylaydi, bu qizlarni qo'lga keltirmak bek oson deb. Qarab beqinglar qachon yil qovchilar o'ziga zaposchiq ilib yurgan. Zaposchiq ilib yurganlarning hammasi nima desanglar eski mashinalar. Chunki ularning o'ziga bo'lgan ishonchi yo'q. Shunga chaqi qayerda yo'lda qo'ysa, shu yerda darhol almashtirma deb aytmangdi. Amaliyotda qimmati bor, nazar ustun esil qizlarni har qanday o'g'il bola oson qo'g'ilishga petnamaydi. Ikkinchidan muhabbatga ishonsangiz bo'ldi, lekin faqat muhabbatga ishonsangiz bo'lmaydi. Bilaman sizlarning qillanlar muhabbat hammadan muhim. Muhabbatga teng keladigan narsa yo'q. Mening sizlarni dötdab tillig'im yo'q. Chunki mening shunday bir vaqtim bo'lgan. Men muhabbatga ishonmayman. Lekin men boshqalarni yaxshi ko'rishdan o'zimni yaxshi ko'rishning muhimligini ham osonligini pek yaxshi bilaman. Agar tushungan bo'lsanglar, meni cho'qim qo'shib beringlar.